Assalomu alaykum. Men ismim Javohir Abdufattoh. 4 yildan beri boshqaruv yo'nalishida faoliyat olib boraman. 2 yildan beri esa Superme kompaniyasi operatsion direktori sifatida faoliyat olib boraman. Bugun ko'rib o'tadigan video darsimizda ko'pchilik rahbarlardan kelgan nomoddiy motivatsiyaga tegishli bo'lgan savollarga javoblar ko'rib chiqamiz. Demak, boshlaymiz. Bizda birinchi savolimiz quyidagicha ekan. Xodimlarning oyligini bozor narxidan ham baland qilib qo'yganman, lekin baribir ishtiyoq bilan ko'zlari yonib ishlamayapti. Qanday qilib xodimlarim ishtiyoq bilan ishlashiga erishishim mumkin? Bu narsa juda ham ko'p kompaniyalarda bo'ladigan holat. Ya'ni bitta narsani tushunishimiz kerak. Xodim kompaniyaga qanchadir miqdorda oylikda ishga kelgani bilan doimiy ravishda uni oyligi oshib boradi va bu narsaga doimiy ko'nikib ketadi. Misol uchun, dastlab xodim o'sha 2 million oylik bilan kelgan bo'lsa, demak uni xarajatlari ham shunga yarasha bo'lgan. Oradan vaqt o'tib o'sha oylik 5 million bo'lgan, 7 million bo'lgan, xarajatlar ham xuddi shunaqa o'sib borishni boshlagan. Shuni hisobiga ba'zida oylik ko'tarish bor yo'g'i 3 oygagina motivatsiya berishi mumkin degan statistikalar bor. Bu har doim to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Lekin biz hozir bilan aynan o'sha pulni ko'paytirib, moddiy tarafdan emas, balki xodimni o'zini ish joyida yaxshi tutishi, o'zini yaxshi his qilishini ko'rib chiqar ekanmiz hozirgi javobimiz edi. Demak, buni birinchi asosiy sababi nomoddiy motivatsiyani biz tushunib olishimiz kerak bo'lgan narsa bu Maslowning ehtiyojlar piramidasidir. Bu uchburchak shaklda chizamiz hozir bu yerda tushunarliroq bo'lishi uchun. Men yozib qo'yaman, o'sha internetdan ham qo'shimcha ma'lumot qidirish mumkin. Maslow ehtiyojlar piramidasi. Xo'p, bizda 5 ta bosqichda bo'ladi bu piramidada. Birinchi bosqichimizda bu yerda faqat xodimlar uchun emas, balki umuman butun insoniyat tabiati mana shu asosda bo'ladi deb ehtiyojlar piramidasi chiqqan. Xo'p, birinchisi demak fiziologik ehtiyojlar yopilishi kerak bo'ladi. Xo'p, qarang. 5 ta ehtiyoj turi mavjud Maslow ehtiyojlar piramidasida. Eng pastdan boshlab odamlarni ehtiyojlari yopilib kelinishi kerak, bo'lmasa tepadagi narsalar unga motivatsiya bermay qo'yadi. Birinchisi fiziologik ehtiyojlarimiz ekan. Bular odatda bizni o'sha ovqat va uyquga bo'lgan ehtiyojimiz. Qornimiz to'q bo'lishi, vaqtida uxlay olishimiz, dam oladigan joyimiz yoki xavfsizligimiz bo'lishi ekan. Ikkinchisi esa bizda bu aynan bizni bugun hozirgi mavzumizga to'g'ri keladi. Xavfsizlik. Bu yerda biz asosan ish joyidagi xavfsiz holatimizni, barqarorligimizni va himoyamizni nazarda tutamiz. Ya'ni, misol uchun xodimni ehtiyojlariga bir oyda 3 million so'm oylik ketadigan bo'lsa, deylik ishxonasidan 3,5-4 million so'm oylik oladi. Ya'ni u hamma bazaviy ehtiyojlarni yopadi, keyingi oyga pul qayerdan topishim kerak deb o'ylamaydi. Ozginadan summa ham yig'ib qo'yishi mumkin ekan o'ziga. Demak, hozirgi savolimizda aynan o'sha mana bu xavfsizlik jihati bajarilgan. Xodim o'zini ehtiyojlariga yetadigan pulni topyapti, ozgina orttira olyapti ham. Undan keyin qanaqa etaplar boshlanadi deydigan bo'lsangiz, mana shu yerda juda ham o'zingiz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan etaplar bo'lar ekan. 3-bosqichimiz bu ijtimoiy ehtiyojlar. Ijtimoiy ehtiyojlarga nima kiradi? Ijtimoiy ehtiyojlarimizga bu ma'lum bir guruhga, jamoaga mansub bo'lishimiz. Ya'ni o'zini kompaniyani bitta bo'lagidek his qilishi, uni o'zini komandasi bo'lishi, o'zini kollektivlari bilan yaxshi munosabatda bo'lishi. Ba'zi bir joylarda bo'ladi, kollektiv bilan munosabat yomon bo'ladi, odamni kompaniyadan ko'ngli sovib ketadi, qancha pul olsa ham. Mana shu jarayonni yaxshilashimiz va kommunikatsiya kuchli bo'lishi kerak bu yerda. Mana shu yerda ijtimoiy holatda bironta guruhga mansub bo'lishimiz kerak, loyihalarni ma'lum bir bitta jamoa bilan birgalikda bajarishimiz kerak. Umuman olganda inson o'sha yerda komandani bitta bo'lagi, komandaning bitta a'zosi ekanligini bilish kerak. Futbolda ham o'sha 11 ta odam o'ynaydigan bo'lsa, o'sha 11 ta eng muhim figuralardan bittasi men deb tushunish kerak. Ijtimoiy tomondan ehtiyojlarimiz yopilishi kerak ekan, o'sha pul bilan ehtiyojlar tugagandan keyin. Bu ehtiyojlar ham yopildi. Jamoa yaxshi, hamma birgalikda proyektlar qilyapti. Kommunikatsiya zo'r hamma bilan, team buildinglar zo'r bo'ladi, to'g'ri kunlar nishonlanadi. Hech kim be'tibor qolmaydigan bo'lsa, undan keyingi etapimiz bizda ijtimoiydan keyin hurmat etapi kelar ekan. Hurmatdan nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, o'sha xodimimizning statusi oshishi, uni boshqa xodimlar oldida, boshqa menejerlar oldida tan olinishi, undan fikrlar so'rashi, uni fikrlarini inobatga olishimiz ekan. Juda ham muhim etap hisoblanadi. Odamda o'sha pul bilan muammo bo'lmayapti, kollektiv bilan muammo bo'lmayapti. Undan keyin esa uni boshqalar hurmat qilishi, rosta kamiga lider ko'zi bilan qarashi, undan maslahat so'rashi, uni ishlariga hurmat bilan qarash kerak ekan. Bizda 5-etapimiz bu men orzu deb qo'ydim. Ya'ni o'zini orzularni ro'yobga chiqayotganini ko'rishi.
Misol uchun qaysidir loyihani qilyapti xodimimiz, u loyihaga o'zi nom berishi, o'zini kompaniyaga kiritayotgan ideyalarni hisobga olib, o'sha kompaniyada qo'llanilishini ko'rishi, umuman olganda o'zini sohasida kuchli mahoratga ega bo'lishi va o'sha sohada komanda a'zolari tomonidan e'tiborda bo'lishi. Mana shunaqa Maslow piramidasida 5 ta etapimiz bor ekan. Bizani pul bilan yopadigan jarayonimiz faqat mana shu xavfsizlikka to'g'ri kelar ekan. Undan keyin xavfsizlikda pulni yopgandan keyin katta ehtimol bilan yuqoriga xodimni yanada olib chiqishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Endi ikkinchi savolimizga o'tamiz. Demak, ikkinchi savolimiz. Har bir xodimga alohida uni xarakteriga qarab yondashish kerakmi yoki butun kompaniya uchun bitta umumiy motivatsiya tizimini qo'yish yetarlimi? Juda ham o'rinli savol berilgan. Hozir mana shu mavzu haqida gaplashamiz. Demak, bu yerda butun jamoaga bitta motivatsiya tizimi qo'ysa yetadimi yoki har bitta xodim uchun alohida qilishimiz kerakmi? Bu narsada o'sha Maslow piramidasini hisobga olamiz, undan keyin ko'rib chiqadigan narsamiz. Xo'p, Gertzberg ikki faktorli nazariyasi bor. Gertzberg nazariyasi deb qo'ysak ham bo'ladi. Unda odamlarni ichki motivatsiyasini asosiy ikkita turga bo'ladi. Birinchi turimiz demak gigiyenik tur hisoblanadi. Ikkinchisi esa motivatsion o'stiradigan. Xodimlar kompaniyaga kelishganda o'zini eski ish joyidagi tajribasi bilan, eski ish joyidagi odatlari, sharoitga moslashgani bilan keladi va ular uchun ba'zi bir narsalar kompaniyada bo'lishi shart bo'ladi. Misol uchun, aniq belgilangan maosh tizimi, KPI tizimi. Qaysi ishlarni bajaradigan bo'lsa, mana buncha KPI oladi, qaysi ishlarni bajarsa, mana buncha fiks oylik oladi. Bu oldindan belgilangan bo'lishi, komandadagilar, jamoadagilar unga yaxshi muomalada bo'lishi, mana shunga o'xshagan bazaviy narsalar ba'zi xodimlar uchun gigiyenik talablar hisoblanadi. Ya'ni u narsalar bo'lishi shart, lekin bu narsalar bo'ldi degani unga qanaqadir qo'shimcha plus yoki mukofot degani emas. Ish vaqtini aniqligi, oyliklarda adolatligi, jamoani bir-biriga yaxshi munosabatda, do'stona munosabatda bo'lishi. Bu gigiyenik faktorlar. Ya'ni u odam uchun, har bir xodim uchun turlicha gigiyenik faktorlar bo'ladi. Ularni o'zlari xohlashadi. Va bu narsa nima desa bo'ladi? Kompaniya tomonidan beriladigan qo'shimcha bonus yoki qo'shimcha mukofot emas. Bu xuddiki mashinani tormoziga o'xshaydi. Hech kim mashinani tormozi borligidan xursand bo'lmaydi, lekin tormoz yo'q bo'ladigan bo'lsa, katta muomala keltirib chiqarish mumkin. Bu yerda ham xodimlar bazaviy gigiyenik bor narsalar uchun xursand bo'lishmaydi, lekin ularni talab qilishadi. Ular bo'lmasa muomala kelish boshlaydi. Ikkinchisi esa bizda nima ekan? Motivatsion faktorlar ekan. Motivatsion faktorlar qanaqa bo'ladi degan bo'lsangiz, bu o'sha xodimga murakkabroq vazifalarni berishimiz, ularning lavozimini o'stirishimiz, ularni o'qitishimiz, Maslow piramidasida ularni hurmat qilishimiz, tan olishimiz. Mana shu narsalar piramida bo'yicha ketar ekan. Endi savolga qaytadigan bo'lsak, har bitta xodim uchun alohida bo'lish kerakmi yo butun jamoa uchun bittami? Har bitta xodim uchun alohida tuziladi katta ehtimol bilan. Chunki har bitta xodimda individual o'zini gigiyenik talablari bo'ladi, o'zini motivatsion talablari bo'ladi. Mana shuning uchun xodimlarga nisbatan individual shablon tuzishimiz kerak, motivatsiya qiladigan. Birinchisi 3 ta qadamdan foydalanamiz. Qanaqa qilib xodimni motivatsiya qilishimizni o'rganishimiz uchun. Birinchi navbatda ular bilan suhbat o'tkazamiz. Demak, bizda birinchisi suhbat o'tkazish. Ya'ni xodimlar bilan ularni ish haqida, rejasi haqida, planlari haqida suhbat qilishimiz kerak bo'lar ekan. Bu yerda savollar berish mumkin. Hozir qilayotgan ishingizda nima ko'proq yoqyapti? Yana qanaqa majburiyatlar olmoqchisiz o'zingiz uchun? Qanaqa rejalaringiz bor deb xodim bilan suhbatlashamiz. Suhbatdan keyin uni kuzatish boshlaymiz. Ya'ni u bergan javoblari qanchalik o'zini ish faoliyatiga to'g'ri keladimi, yo'q. Kuzatamiz xodimni. Team buildingda o'zini qanaqa tutyapti? Yolg'iz qolganda qanaqa bo'ladi? Ishda stressli holatda qanaqa bo'ladi? Kuzatish natijasida uni motivatsion faktorlarni aniqlashimiz mumkin ekan. Ya'ni unga aynan pul bilan motivatsiya qilish kerakmi yoki mansabini o'stirsa bo'ladimi? Mana shunaqa tartibda mana shu qadamlarni amalga oshiramiz. 3-qadam esa tahlil qilish. Tahlil, ya'ni analiz etapi. Demak, xodim bilan gaplashdik, o'zidan javoblarni bildik, kuzatib, unga nima kerak emas haqida aniqlash boshladik va uni oxirida nima qildik? Tahlil qilar ekanmiz. Ya'ni aniqlar ekanmiz, uni nima motivatsiya qilishini. Unga ko'proq rahmat eshitish yoqadimi? Uni lavozimini o'stirish kerakmi? Chetga chiqarish kerakmi? Yoki oyligiga qanchadir pul qo'shib berish kerakmi? Yoki hamma oldida maqtash kerakmi? Bu narsani biladigan bo'lsangiz, o'sha xodimga nisbatan sizda nima bo'lar ekan? Aniq motivatsion triggeri qaysi, gigiyenik triggerlar qaysiligini aniqlasangiz bo'lar ekan. Endi agar xodimlaringiz 50 ta bo'lsa, 50 tasini hammasi bilan shunaqa o'tkazishim kerakmi? Yo'q, unaqa emas. Sizda 50 ta xodim bo'lsa, har bitta bo'limingizda bo'lim rahbarlari bo'ladi, top menejerlar bo'ladi. Misol uchun, sotuv bo'limi bo'lsa, faqatgina sotuv bo'limi rahbaringizni kuzatadigan bo'lsangiz,
keyin sotuv bo'limi rahbaringiz o'zini qo'l ostidagilarga xuddi shu usulda ishlatishi mumkin bo'ladi. Mana shu tartibda individual shablon tuzib bersak bo'lar ekan. Har bitta xodimga alohida o'zini motivatsion faktorlarini hisobga olgan holda. 3-savolimiz, demak, nomoddiy motivatsiya o'zi nima degani? Maqtov yorlig'i berish yoki eng zo'r xodimlar doskasiga ilishdan boshqa yana qanday chinakamiga ishlagan usullar bor? Xo'p, demak, bu savolingizga javob o'sha yuqoridagi ikkita Maslow piramidasi va Gertsback ikkita faktor nazariyasini keltirishimiz mumkin. Men hozir yana qo'shimcha ham qilib beraman. Tushunishimiz kerak, nomoddiy motivatsiya degani bu faqatgina o'sha doskaga ilishimiz emas, balki o'sha Maslow bo'yicha uni hurmat qilishimiz, orzularni ro'yobga chiqarishga yordam berishimiz, Gertsbackga o'xshab uni gigiyenik faktorlar nima, motivatsion faktorlar nimaligini bilishimiz ekan. Va men sizga hozir yana bitta kuchli formula ko'rsataman. Shu bo'yicha ham xodimni nomoddiy motivatsiya qilishingiz mumkin ekan. Demak, Vroom kutish nazariyasi deyiladi. Men Vroom nazariyasi deb yozib qo'yaman. Nazariya bo'lib ketganiga ozgina murakkabdek tuyulishi mumkin. Nazariya bo'lgani bilan bular hammasini o'zimiz o'sha Superman kompaniyasida yillar davomida qo'llab kelganmiz, bizga natija bergan. Nazariya deb o'sha ilmiy tomondan ochib berilganini ko'rsatib bermoqchiman, isbotlanganini. Xo'p, Vroom nazariyasiga ko'ra bizda asosiy 3 ta elementimiz bo'lar ekan. Birinchisi kutuv. Xodimga nisbatan siz bironta plan, reja berganingizdan keyin uni bajara olishiga xodimda qanchalik ishonchi bor. Misol uchun, sotuv bo'limiga yetdingiz, bir oyda bizda 1 milliard so'mlik sotuv bo'lishi kerak. Sotuv bo'limi rahbaringiz mana shu summani qila olishiga ishonadimi? Avvalambor buning uchun resurslari bormi? Ya'ni deylik 1 milliard so'm sotuv qilish uchun 10 dona o'rtachadan yuqori darajada uni sotuvchilari bo'lishi kerak. Shuncha sotuvchisi bormi? Amo CRM yoki bironta CRM bilan ta'minlanganmi resursda? O'zida vaqt ajratishda, fokusida muammo bo'lmaydimi? Aynan mana shu faktorlar hammasi qo'shiladigan keyin, demak, birinchi navbatda kutuvimiz. Ya'ni qo'yilgan maqsadga erisha olamanmi, yo'qmi? Xodimda mana shu savolga javob bo'lishi kerak. Ikkinchisi esa instrumentlik. Ya'ni endi xodimimiz o'sha maqsadni amalga oshirishga ishonar ekan, siz aytdingiz 1 milliard so'm o'sha bir oyda оборот qilib beradigan bo'lsang, misol uchun sizga deylik bitta iPhone 7 olib beramiz. Chet elga sayohat qilsangiz bo'ladi yoki oyligingizni mana shuncha miqdorda ko'tarib beramiz. Xuddi shu qo'yilgan mukofot amalda beriladimi, yo'qmi? Xodim shunga ishonadimi, yo'qmi? Ikkinchisi mana shu masala. Siz va'da berdingiz, rahbar sifatida xodimingizga planni bajarsang iPhone 7 chet ketishingiz mumkin yoki nimadir qilishingiz mumkin. Lyuboy bergan va'dangizni bajarasizmi, yo'qmi? Agar xodim har safar va'da beriladi, lekin oxirida qilinmaydi, demak bu safar ham qilinmaydi degan ishonch bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan formulamiz o'xshamaydi. Ikkinchi masala, xodim nomoddiy motivatsiya qo'yilgan vaqtida mana shu motivatsiyada aytilgan gaplar amaliyotda qo'llanishiga ishonadimi, yo'qmi? Kutuvni instrumentlarni oldik. Undan keyin juda ham kuchli e'tibor beradigan joyimiz valentli degan narsa bor. Valentli degani mana bu bizga berilayotgan sovg'amiz o'zi aslida bizga kerakmi, yo'qmi? Xodimga o'sha iPhone 7 kerakmi? Chet elga ketish kerakmi? Ya'ni qo'yilayotgan narsa uning uchun aktualmi, yo'qmi? Mana shu narsani ko'rsatib berar ekan. Umumiy formulamiz qanaqa bo'ladi degan bo'lsangiz, bizda men M harfi bilan yozib qo'yaman men. Motivatsiyamiz teng bo'lar ekan, kutuv ko'paytirilgan instrumentlik ko'paytirilgan valentlik. Ya'ni motivatsiya qachon bo'ladi? Xodim qo'yilgan maqsadga erishishini bilsa, o'sha maqsad amalga oshgandan keyin beriladigan mukofotni olishiga ishonsa va o'sha mukofot unga rostdan ham kerak bo'lsa. Mana shunday motivatsiya bo'ladi. Endi bu matematik formula bo'lgani uchun har bittasini orasida ko'paytirish bo'lgan hisobiga bizda 3 ta elementimizdan istalgan bittasi 0 bo'ladigan bo'lsa, motivatsiyamiz nima bo'lar ekan yana? 0 ga chiqib qolar ekan. Shuning uchun bu formulaga ko'ra siz qo'ygan maqsad real bo'lishi kerak, beradigan mukofotingizni berishingiz shart, gapirdingizmi, ustidan chiqishingiz kerak rahbar sifatida, mana shu narsa rostdan ham xodimga kerak bo'lishi kerak, oladigan mukofot. Mana shu nomoddiy motivatsiyaning yana bitta komponenti. Hozirgacha ko'rgan o'sha Maslow ehtiyojlar piramidasi, undan keyin Gertsback ikkita faktorli nazariyasi, gigiyena va motivatsion va uchinchisi mana shu Vroom. Mana shu uchalasini birlashtirgan holda xodimga individual shablon tuzib bersangiz bo'lar ekan, uni motivatsiya qilishimiz maqsadida. Demak, bizda oxirgi savol, biz hali kichik biznesmiz. Superman kabi katta oylik yoki qimmat bonuslar bera olmaymiz. Shunday sharoitda kuchli va tajribali kadrlarni qanday ushlab qolsak bo'ladi? Zo'r, aktual savol. O'zida agar bozorda katta kompaniya bo'lsangiz, sizda brend bo'ladigan bo'lsa, sizga xodimlarni ishlatish ancha arzonroq bo'ladi. Kadrlar bo'yicha muammo bo'lmaydi. Lekin mana bu holat bo'ladigan bo'lsa, nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda xodimlarni sizni kompaniyadagi yo'lini aniq ko'rsatib bera olishingiz kerak. Qanaqa tartibda? Misol uchun, xodim ishga keldi, bilmadim. Sotuvchi bo'lib keladigan bo'lsa ham, uni o'zini vertikal o'sadigan o'qi bo'lishi kerak.
yoki gorizontal o'sadigan o'qi bo'lishi kerak. Sotuvchi misolda ko'rib chiqamiz. Xo'p, sotuvchilikka keldi. Aytishi mumkin, men ertaga sizlarda 1 yil ishlasam qanaqa lavozimga chiqaman. Mana sen sotuvchi bo'lib ishlayapsan, sotuv tajribang bor ekan. Endi yana bizda ishlaydigan bo'lsangiz, deylik, qanchadir 1 yildan keyin yoki qanchadir summadagi sotuvni amalga oshirganingizdan keyin bizda vertikal tepaga qarab o'tishingiz mumkin bo'ladi. Team lead lavozimi bor. Undan keyin esa yaxshi ishlar qilib, yaxshi o'sadigan bo'lsangiz, qaysidir guruhda rahbari bo'lishingiz mumkin. Misol uchun, team lead alohida, keyin o'sha как supervisor yoki advisorday bo'lishi mumkin. Undan tepada rob bo'lishi mumkin. Mana shunaqa tartibda o'tsangiz bo'ladi deb tushuntirib beramiz. Endi bu org struktura hammada har xil. Kimdadir sotuvchilikdan to'g'ri robga chiqib ketishi mumkin. Kompaniyadagi boshqa loyihalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, kimdadir o'rtada deylik, men bu advisor yoki supervisor emas, auditor bo'lishi mumkin. Yoki bu yerda auditor kelib, team lead tepada bo'lishi mumkin. Ya'ni hammada har xil bo'ladi. Umuman olganda, aynan o'sha bo'lim, sotuv bo'limi ichida o'sishi bo'lishi mumkin. O'shani tushuntirib bera olasizki, yoki gorizontal bo'ldi, siz zo'r sotuvchi bo'lib ishladingiz. Endi sizda sotuvchi aytish mumkin, men tepaga qarab o'sa olmar ekanman. Men bu soha qiyinlik qildi, boshqa joyga o'tmoqchiman. Bo'lib bizda marketing bo'limi bor. Marketing bo'limiga assistent bo'lib o'tsangiz bo'ladi. Erta qanchadir bir nechta proyekt ishlagandan keyin erta targetni o'rganishingiz mumkin, saytologlik o'rganishingiz mumkin, internet marketing o'zini chuqurroq o'rganishingiz mumkin deyish mumkin. Yoki boshqa bo'lim, misol uchun bizda bolalar bor, produkt bo'limiga o'tishgan, sotuv bo'limidan u yerda assistent bo'lgan, keyin produkt bo'limi rahbarligiga ko'tarilgan. Mana shunaqa tartibda uni gorizontal o'sishini ham ko'rsatib berishingiz kerak bo'lar ekan. O'zi umuman xodimlar kompaniyasiga kelganda qanaqa tartibda bo'ladi? Ikki xil turdagi xodim bor. Umumiy bo'ladigan bo'lsak, o'sha 08, 112 yoki ABCD emas, umuman ikkita xodimlar bor. Birinchi xodimlar bu berilgan vazifani aytilgandek qilib beradigan xodimlar. Bularga hamma narsa o'sha SOPlar, reglamentlar, qonun-qoidalar yozib berilgani yaxshi. Yozilgan narsa bo'yicha, video darslar bo'yicha zo'r qilib bajara oladi bunday xodimlar. Ikkinchi turdagi xodimlar bor, o'zlari tashabbus ko'rsatadi, o'zi yangi narsa o'rganadi, o'zi vazifasini topadi degan ko'proq narsa qilishga harakat qiladi. Unaqa xodimlarga tegmaslik kerak. Natijani aytish kerak. Menga sotuv bo'limidan 20% konversiya kerak yoki mana shu oyda 1 milliard tushirib berishlaringiz kerak. Bo'ldi, sotuv bo'limi rahbari shu narsani bo'yniga olib o'zi qiladi. Uni ishiga xalaq bermaslik kerak, kabinetini taqillatmaslik kerak. Har kuni u bilan hisobot talab qilib, u bilan mayda ishlarigacha mikromanejment qilish kerak emas. Unaqa odamlarga. Bular уже top menejerlar bo'ladi. Mana shu farqni tushunib olgan holatda hozir biz ikki xil rivojlanish planini ko'rsak bo'ladi. Demak, kompaniyaga odatda praktik ko'rinishda xodim keladi. Praktik desak bo'ladi yoki nima? Shogird. Shogird bo'lib keladi yoki mana shu yerda praktika o'tash uchun kelishadi. Undan keyin bironta sohani tanlagandan keyin darajalarga bo'linib ketadi. Demak, junior daraja bo'ladi. Ya'ni boshlang'ich daraja. Bu o'rtacha 0-3 oy degani. Men bunga yozib qo'yaman. 3 oy davomida kompaniyada ishlashi. Keyingisi middle daraja bo'lishi mumkin. Bu yerda deylik 3-6 oy. Bu yerda mana bu vaqtlar har xil lavozimlarga, har xil kasblarga nisbatan o'zgaradi. Bu yerda misol uchun sotuvchi bo'lish mumkin. Keyin deylik senior daraja bo'ladi. 6-12 oy yoki 15 oy. Mana shunaqa tartibda o'z yo'nalishida o'sib ketishi mumkin xodim yoki boshqa joyda ham mana shunaqa qilib o'ssa bo'lar ekan xodim. Endi u top menejer bo'ladigan bo'lsa-chi qanaqa bo'ladi? U yerda ham odatda xuddi shunaqa praktik yoki shogird pozitsiyasiga keladi. Yoki mutaxassis pozitsiyasiga kelishi mumkin. Agar praktik bo'lsa, shogird bo'lsa, bu yoqqa o'tadi yoki shunchaki mutaxassis pozitsiyasiga kelishi mumkin. Undan keyin bo'lishi mumkin. Katta ehtimol bilan team lead ma'lum bir bo'limda kichik qismini boshqaradi. Misol uchun, bizda team leadlarimiz bor. Deylik kompaniyangizda yoki 20 ta sotuvchi ishlasa, bitta rob 20 ta sotuvchiga qara olmaydi. 7+2 degan qoida bor. Ya'ni 5 tadan 9 tagacha bitta odam rahbarlik qila oladi. 5 tadan 9 tagacha. O'sha 9 tadan odam soni ko'payadigan bo'lsa, rahbarlarni ko'paytirish kerak o'sha bo'limga. Bu yerda ham sotuv bo'limida agar 20 ta sotuvchi ishlasa, 2 ta rob qo'yib qo'ymasdan, misol uchun, yoki unda qilsangiz ham bo'ladi. Bitta team lead, bitta rob qo'ysangiz bo'ladi. Mas'uliyatlar bo'linadi. Mana xuddi shunday holatda, misol uchun mutaxassisdan team lead pozitsiyasiga ko'tariladi. U yerdan menejer pozitsiyasiga o'tadi, ya'ni top menejer, rob bo'lishi mumkin. Undan keyin esa bizda direktor pozitsiyasi bor. Bu COO yoki CEO pozitsiyasi bo'lishi mumkin. Ya'ni operatsion direktor bo'lishi mumkin o'sha kompaniyada yoki asosiy ijrochi direktor bo'lishi mumkin. Mana shunaqa. Yana mana shunaqa tartibda ketadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan bu уже xodimimiz bizga sherik.
biznes partnyorimiz bo'ladi, o'sha unga biznesda asosiy foydasini ulush ajratib bersak bo'lar ekan. Mana shu tartibda agar sizda aniq o'sish rejasi bo'ladigan bo'lsa, xodim qaysi pozitsiyaga keladi, qayerga qarab ketadi, o'sha o'rganish protsessida nimalar qilishingiz kerak. Misol uchun rahbar sifatida bu pozitsiyaga olib kelib olish ham oson emas. To'g'ri vazifa qo'yishni bilishingiz kerak, to'g'ri delegatsiya qilishni bilishingiz kerak, to'g'ri boshqarishni, nomoddiy motivatsiya turlarini bilishingiz kerak, xodimlarni to'g'ri o'qita olishingiz kerak. Umuman sizni kompaniyaga, umuman sizni loyihaga xodimni to'g'ri jalb qila olishingiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu narsalarni endi bu yerda vaqtimiz yetguncha ko'rib chiqdik. Bu o'sha rahbarlik mavzusi bittada tugaydigan tema emas. Agar mana shu narsani chuqurroq o'rganaman deydigan bo'lsangiz, men sizga hozir bitta loyihamni tanishtirib o'tmoqchiman. Xudo xolasa, o'sha 1,5 oylik yangi mentorlik dasturi tashkil qilganmiz. Hozir o'sha bo'yicha qisqa ma'lumot berib o'tib ketaman. Umuman olganda, bu tizimli boshqaruv mentorlikda nimalar ko'rib chiqamiz? Asosiy 3 ta bo'limga, asosiy 3 ta narsaga fokus qaratilgan. Ko'pchilik rahbarlar o'ylaydi, faqatgina rahbarlik bu menejment texnikalarini o'rganish yoki o'z lavozimidan foydalanib ishlarni bitirtirish, qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham deb. Lekin bu narsada ozgina xato, kamchiliklar bor. Demak, birinchi ko'rib o'tadigan narsamiz butun kursimiz ichidagi bu rahbarning tayanch nuqtalari. Ya'ni bu yerda gap sizni xarakteringiz va sizni prinsiplaringiz haqida ketadi. Adolatlimisiz? Xodimlarni manipulyatsiyasiga uchmaysizmi? O'zingiz hamma narsani bajarayotganingizda ishonch bilan bajarasizmi? Mana shu jarayonlarga e'tibor beramiz. Ikkinchi bo'limimizda esa biz siz bilan rahbarni fikrlash haqida gaplashamiz. Ya'ni siz endi bu yerda mutaxassisdan rahbar pozitsiyasiga o'tganingizdan keyin har bir ishni o'zi bajaradigan odam emas, balki aynan tashkil etuvchi odam pozitsiyasiga o'tishingiz kerak bo'ladi. Va uchinchida esa biz endi rahbarlar bilish kerak bo'lgan asosiy menejment texnikalari, ya'ni to'g'ri vazifalarni qo'yish, ularni delegatsiya qilish, KPIlar tizimi, to'g'ri majlislarda o'tkazishimiz va boshqa mavzularni ko'rib o'tar ekanmiz. Va shular asosida bizning mentorligimiz tuzilgan. Ko'pchilik o'ylaydi, faqatgina menejment texnikalarini qo'llasam yetadi. Yo'q, unaqa emas. Asosiy narsa sizning rahbar sifatida o'zingizning ichingizda va miyangizda bo'ladi. O'zingizning xarakteringiz va olgan bilimlaringiz va qilgan harakatingiz orqali siz natijaga erishishingiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, demak, bizda faqat 20 ta o'quvchi qabul qilinadi va joylar teng yarmi to'lib bo'lgan. Ya'ni bizda bor yo'g'i 10 tagina joyimiz qolgan. Xudo xolasa, boshlanadigan keyingi mentorligimizda. 12 ta offline dars bo'ladi. O'zim bilan birga bir Zoom razborlar. Offline darsdan tashqari o'zim mana shu yerda darslarni integratsiya qilishda, kompaniyangizni qo'llashda savollar bo'ladigan, muammolar bo'ladigan bo'lsa, o'zim bilan Zoom qilib javob beraman. Kuratorlar nazorati barcha o'sha biz o'zimiz rahbar sifatida ishlatadigan tayyor shablonlarimiz, savollarimiz, o'sha ishga kirishda, joylashishda, o'qitish sistemamizda tayyor narsalar hammasini sizga namuna sifatida ko'rsatib, bizga do'sib beriladi kurs ichida. 4 ta 5 ta mehmon spikerlar bo'ladi. Bular o'zimizning kompaniyadan har bitta bo'lim rahbarlari sizga kerakli rahbar sifatida bilishingiz kerak bo'lgan metrikalar va ma'lumotlar haqida darslar o'tib berishadi va barcha savollarga o'zim javob beraman kurs davomida. Demak, bizda birinchi darsimiz o'sha jamoa boshqaruvi haqida bo'ladi. Bu yerda boshqaruv turlari haqida gaplashamiz. Boya aytganimizdek, birinchi navbatda sizni ichki tayanchlaringiz, prinsiplaringiz va xarakterlaringiz haqida gaplashib ko'rib chiqar ekanmiz. Buningcha esa mavzular kiritilgan. Asosiy o'sha org struktura mavzusi, har bitta rol uchun ajratilishi kerak bo'lgan TSKP, ya'ni ценный конечный produkt haqida gaplashamiz. O'sha sizda har bitta bo'limingizda, har bitta xodimingizda aynan qanaqa natija uchun ishlayotganini ko'rib olishimiz kerak. Xo'p, keyingisi bizda o'sha loyiha boshqaruvi, ya'ni menejmentda juda ham ko'p turi bor. O'sha regularniy menejment, antikrizis menejment bo'lishi mumkin, loyiha menejmenti, event menejment. Eng asosiy rejalashtirishga yordam beradigan menejment turi bu aynan proyekt menejment. Ana shu loyiha menejmentdagi o'sha asosiy 5 ta qadamlarni ko'rib, bularni qanaqa qilib kompaniyaga biz qo'llaganimizni o'sha darsda o'zida ko'rib, gaplashib, sizning kompaniyangizga ham kerakli qismlarni qo'llashni boshlaymiz. 3-darsimizda bu HR darsi bo'ladi. Xodimlarni yollash bo'yicha rahbar sifatida aynan siz nimalar qilishingiz kerak. To'g'ri, siz har bitta xodimni o'zingiz yollamaysiz, lekin top menejerlarni ishga olish asosan sizning vazifangiz bo'ladi. Bu prosesda xodimlarni qanday topamiz, qanaqa ular bilan suhbat o'tkazamiz, qanaqa testlar olinishi kerak bo'ladi, ularning onboarding qismi, adaptatsiya qismi, mana shular haqida ko'rib chiqar ekanmiz. Bu yerda butun boshli HR kursi yo'q, lekin bu dars o'zida o'sha HR da ishlatish zarur bo'lgan eng muhim funksiyalarni olib ko'rsatib beramiz. 4-darsimiz bizda strategik menejment bo'ladi. O'sha biznesingizda biz 50 yillik, 100 yillik emas, bor yo'g'i o'sha 1 yillik va aniq choraklarda nimalar qilish haqida, qanaqa metrikalar kontrol qilishimiz haqida ko'rib chiqar ekanmiz. Va operatsion menejment, xodimlar bilan qanaqa ishlash, ichki vazifalarni qanaqa tuzib olishimiz, ular bilan qanaqa birgalikda ishlaymiz, qanaqa delegatsiya qilamiz, qanaqa nazorat qilamiz, mana shular hammasi ko'rib chiqilar ekan. Keyingisi albatta xodimlarning malakasini oshirish. Ularning rivojlanishi uchun eng katta narsa o'sha murakkabroq, challenge'li vazifalar berib, ularni o'sha kuchsiz nuqtalarini aniqlab va o'sha nuqtalarni kuchaytirishga qaratar ekanmiz. Xodimlarimizni umuman kompaniyamizni ichki akademiyasini, ichki universitetini tuzish haqida
ko'rib chiqamiz. 7-darsimizda motivatsiya tizimi bo'ladi. Moddiy va nomoddiy motivatsiyalarni ko'rib o'tar ekanmiz. 8-darsimiz o'sha umumiy o'sha butun qilingan darslarda qanaqa rejalashtirish, delegatsiya qilish qoidalari, umuman bizda o'tilgan o'sha mavzularimizni qaytadan imtihon tarzida o'tkazamiz va qo'shimcha bo'lgan eng muhim mavzularni mana 8-darsimizda ko'rib chiqar ekanmiz. Xo'p, umuman olganda siz nimalarni o'rganasiz kursdan? Birinchi navbatda rahbar sifatidagi to'g'ri fikrlashingizni o'rganasiz. Undan keyin o'sha biznesingizda xodimlarni to'g'ri tizimli boshqarish, xaosdan chiqib ketish. To'g'risi operatsiyonkadan chiqish haqida ko'p gapiriladi. Agar siz biznes egasi bo'lmaydigan bo'lsangiz, o'sha operatsiyonkadan chiqish to'g'ri, lekin rahbar sifatida baribir operatsiyonkani ichida nimalar bo'layotgani, jarayonlarni, xodimlarni tushunib o'rganishingiz kerak. O'zi jarayonlar delegatsiya qilingandan keyin to'g'risi operatsion direktor sifatida ham sizda juda ham ko'p ish qolmaydi. Faqat eng muhim bo'lgan ishlar, ya'ni o'zingiz analiz qilishingiz kerak bo'lgan va qaror qabul qilish jarayonlarida juda katta ta'siringiz bo'ladi. Yana aniq strategiya va ustuvor yo'nalishlar belgilaymiz. Ya'ni biznesda o'sha prioritetlar bor, rahbar sifatida o'zingizning prioritetingizni aniqlashingiz kerak. Kompaniya uchun to'g'ri xodimlarni topamiz, yollaymiz, ular o'qitamiz, rivojlantirib top menejer darajasiga ko'tarish haqida gaplashar ekanmiz. Delegatsiya orqali rahbarlarning vaqtini bo'shatamiz, ya'ni sizda уже rahbarlarda ko'p ko'rgan muammo yangimisiz, eskimi bo'ladi, burnout bo'lib ketish. Yonib ketadi yoki juda ham hamma ishlarga o'zi borib, xuddi o't o'chirishday bo'lib qoladi-da, olov chiqadi, muammo chiqadi, borib o'chirib keladi yoki o'zini qahramondek his qiladi. Har bitta muammoni borib u hal qiladi, rahbar kelmasa muammo hal bo'lmaydi. To'g'risi tushuning, rahbarlik bu o't o'chiruvchilik emas, muammo chiqib o'chirib keladigan yoki tam qahramonlik qilish emas rahbarlik. Rahbarlik bu aniq tizim asosida doimiy ravishda ishlash. Siz bormisiz u kompaniyada, yo'qmisiz, maksimal darajada sezilmagani yaxshi. Xo'p, xodimlarni to'g'ri motivatsiya qilish va o'qitish va juda ham muhim bo'lgan mavzular feedback va nazorat orqali natijalarga erishishingiz mumkin bo'lar ekan. Umuman olganda, bitta gap bilan ifodalaydigan bo'lsak, kursdan maqsad nima? Kursdan maqsad sizda to'g'ri boshqaruv usullari orqali kompaniyada xodimlar boshqaruvini va jarayonlarni tizimlashtirib qo'yish va natijada sizda ko'proq vaqt bo'lishi kerak to'g'ri qarorlarni qabul qilish uchun va to'g'ri analizlar o'tkazish uchun. Mana maqsadim mana shu narsadan iborat. Siz ofisda 2 soat, 3 soat bo'ling. Mana shu 2 soat, 3 soatda kerakli hisobotlarni aynan nimalarni olish kerakligini, aynan nima ishlar qilish kerakligini bilingdan keyin qolgan vaqtingiz kompaniyani o'sishi uchun qaror qabul qilishga ketish kerak. To'g'ri, jarayonlar boshida ketadi, 6 oy ketadi ularni tizimlashtirishga, 1 yil ketadi, lekin undan keyin yog'iga sizning asosiy ishingiz o'sha kompaniyani umumiy tushumini o'stirish, kompaniyani mavqeini ko'tarishga iborat bo'lishi kerak. Siz operatsion direktor bo'lsangiz ham, bo'lim rahbari bo'lsangiz ham, CEO bo'ladigan bo'lsangiz ham. Bu yerda kurs faqat kompaniya asoschisi, CEO yoki direktor uchun emas, istalgan rahbarlik bo'g'inidagi odam. O'rtacha turdagi rahbar bo'lsangiz ham, misol uchun sotuv bo'limi rahbarisiz yoki marketing bo'limi rahbarisiz. Albatta bu ko'nikmani o'rganadigan bo'lsangiz, karyerangizni yanada o'stirishingiz mumkin bo'ladi. Bizda o'sha demak barcha jarayonlar o'zimizda ishlatilgan, necha yillardan beri qo'llanib kelayotgan zapuskdagi shablonlarimiz va bilimlarimizni berib ketamiz. Offline darslar 8 tasi o'zim bilan bo'ladi. Zoomlar soni cheklamaganmiz. Harakat qilaman men maksimal hammaga natija berish uchun, shuning uchun zoomlar soni cheklanmagan. Bizda imkoniyat bor o'sha jamoamizdagi top mutaxassislar, media bo'limi, marketing bo'limi, produkt bo'limi rahbarlari bilan bemalol o'sha savollaringizga javob oladigan holatga chiqarishimiz mumkin. Operatsion ensiklopediya, ya'ni bizdagi hamma ishlatilgan material, shablonlar, darsda foydalangan narsalarimizni sizga o'sha bonus sifatida beramiz. Bizda Superme SOP'si bor. Bizda mana shu Superme katta kitob. Hozir yanada kattalashgan bu. Shunchaki biz ko'proq elektron variant ishlaganimiz uchun ko'p kitob variant chiqarib tashlamaganmiz. Botda umuman hamma bo'limlarda o'z SOP'lar yozilgan. O'sha SOP'lardan qanaqa qilib birinchi navbatda yozish, amaliyotda qo'llash haqida gaplashamiz. Ko'pchilik konsalting kompaniyalarga biznesni ishonib topshirishadi. Bu yomon emas, bu yaxshi. Faqat ularni yozgan SOP'sini keyin xodimlar ishlatishmaydi. Nimani hisobiga? Chunki xodim bu narsani yozmadi, xodim kompaniya ichida bu narsani qo'llamaydi katta ehtimol. Biz ana shu narsa aynan o'zingizning xodimlaringizga yozdirish masalasini, undan keyin esa ularni to'g'rilab borishda jarayonda va albatta amaliyotda foydalanishni ko'rib chiqamiz. SOP bor degani bu aynan o'sha jarayonga nisbatan muammoni 3% ni hal qildingiz degani. Qolgan 97% buni amalda qo'llanishiga bog'liq. Bo'lmasa u qog'ozni hech qanaqa foydasi bo'lmaydi. Bizda mehmon spikerlar o'sha Superme kompaniyasi direktori CEOmiz Anvar aka Baxtiyorovdan bo'ladi, Fayoz Mardanov sotuv bo'limi rahbarimiz, Odilbek Yo'ldoshev marketing bo'limi rahbari bizda, Umidjon Axtamov o'sha bizda media bo'limi rahbari. Superme kompaniyasi anchadan beri ta'lim bozorida o'z faoliyatini olib boryapti. Bizda o'sha Superme produktimiz, ideal produktimiz bilan juda ko'pchilik tanishadi va mana shu vaqtgacha xodimlarimiz soni 50 va 40 dan umuman tushmagan. Mana shu jarayonlarni boshqarish, xodimlar boshqarish bo'yicha o'ta tajribali spikerlardan darslar bo'ladi. O'zim bilan birga bir Zoom darslar va bizda maxsus handbook bor. Bu ya'ni o'sha tizimli boshqaruv bo'yicha mani
kitobim bu yerda o'tilgan darslarimizni konspekt varianti berilgan. Ya'ni biz dars ham o'tamiz, kitobda ham ko'ramiz bu narsalarni, maksimal ma'lumotni har tarafdan olib, o'rgangan narsamizni yanada rivojlantirishga harakat qilar ekanmiz. Handbookda nima o'rganasiz? O'sha biz ko'rib o'tgan mavzularni konspekt varianti bo'ladi sizni qo'lingizda tayyor. Bundan keyin esa bizda maxsus workbook bor. Ya'ni mana bunaqa tarzda workbookimiz. Endi bu yerda o'tilgan darslarimizda mashg'ulotlarni mana shu workbook orqali bajarib yanada mustahkamlab ketar ekanmiz. Ya'ni harakat qilganimiz mana shu kurs sizga to'liq natija berishi kerak. Mana siz uchun handbook bor, misol uchun kitobingizni o'qish uchun, vazifalar bajarish uchun, mashg'ulot uchun bizda workbooklar bor. O'zimiz darslar o'tamiz, zoomlar qo'yib beraman. Maksimal harakat qilaman mana shu kursdan siz natija bilan chiqib ketishingizga. Chunki meni o'quvchilarim, meni shogirdlarim, meni yuzim. Shu vaqtgacha mana shu 10 tadan ortiqroq joyga direktorlar, roplarni tayyorlab bergan bo'lsa yoki bo'lim rahbarlari bo'ladigan bo'lsa, hammasida asosiy qilgan ishimiz natija chiqarish bo'lgan. Faqatgina o'qitish emas, natija chiqarish uchun bu o'rgangan hamma narsasini amaliyotda qo'llashiga yordam berganmiz. Workbook orqali umuman hamma o'tiladigan mavzularimizni amaliyotda bajarib, jarayonda o'zida biz kerakli o'zingiz kompaniyasiz kerakli bo'lgan hujjatlarni tayyorlashni boshlaymiz. Bizda o'sha bonus kurs bor, regular management yoki umuman management asoslari degan full kurs bor. Taxminan 5 soatlik kursimiz bor. Bitta o'sha managementda eng asosiy fundamental mavzular ko'rib chiqilgan. Bu mavzular o'sha management bo'yicha asoslari, rahbar uchun muhim bo'lgan instrumentlar, hokimiyatdan qanaqa foydalanish haqida va maqsadni hayotingizda va biznesda qanaqa qo'yishingiz. Faqatgina smart usul emas, balki bu backwards grow kabi 10 tadan oshiqroq maqsad qo'yish bo'yicha texnikalar, bu texnikalarni qayerda qo'llanish haqida ko'rib chiqamiz. Smart texnikani biznesga tatbiq qilishda kengroq ko'rib chiqamiz. Delegatsiya buni darajalarini ko'rganmiz. Nazorat, ko'pchilikda mana shu yerda muammo bor. Nazorat va xodimlarni to'g'ri yo'nalishda motivatsiya qilishda mana shu video kursni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Men bu kursni bonusga deganim bilan ham, lekin ishoninglar, butun boshli kerak bo'lsa bozorda pulga yaxshi narxga sotiladigan kursni bonus sifatida beramiz. Bu kurs offline o'tlagan kursimiz ichiga aloqasi yo'q. Umuman yangi ma'lumotlar, boshqa narsalar bo'ladi. To'liq o'sha 4-5 soatlik kursni ko'rib ham ancha rahbarlik bo'yicha kuchli bilimlar olishingiz mumkin. Xudo xolasa o'sha mentorligimiz 6 oyda bir marta o'tkaziladi. Hozir bu darsni yozayotgan vaqtimizda mentorlikka oldindan ro'yxatdan ochilgan. Siz ko'rayotganingizda balki bu narsa yopilib qolishi ham mumkin. O'shaning uchun tezroq ro'yxatdan o'tishga harakat qiling. Yana bir marta eslatib o'taman, joylarda yarmi to'lib bo'lgan. Xo'p, demak, oldindan ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Mana shu video dars tagida maxsus link bor. O'sha orqali ro'yxatdan o'tib, biz bir nechta savollar qo'yganmiz, filtrdan o'tkazish uchun o'sha savollarga javob berib, undan keyin esa mana o'zim bilan zoom qilasiz. Ya'ni kursga to'g'ri kelasizmi, yo'qmi? To'g'risi men filtr qilaman, albatta, chunki kurs o'tilgandan keyin uni natija chiqarishimiz kerak. O'sha kurs davomida sizning vaqtingiz bo'ladimi, vaqt ajratasizmi, umuman bizga to'g'ri kelasizmi yoki men sizga to'g'ri kelamanmi? Mana shu narsani zoom orqali ko'rishib, gaplashib olamiz. Yana bitta narsa, agar sizda ham rahbarlik bo'yicha, menejerlik bo'yicha, bilmadim, bo'lim rahbarimisiz, qo'lingizda bitta odam bor, ikkita odam farqi yo'q. Qanaqa qiyinchiliklar bo'ladigan bo'lsa, qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, mana shu videoni kommentariyasiga yozadigan bo'lsangiz, albatta keyingi foydali videolarimizda sizning savolingizga ham javob berishga harakat qilamiz. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling, sog' bo'ling, omon bo'ling.